Bismillah. Mana shu narsani yasagan videomiz 1.600.000 ko'rilib, 1 millioni negativ bo'libdi. Bu bunaqa yasalmaydi, bu suv bilan yasaladi. Bu men tuproqlisini ko'rgan edim, o'sha tuproqlisini yasadim. Buni ham xato yasabman. Hozir to'g'rilagan variantini ko'rsatib beramiz. Ketdik. 90 cm chizolamiz. Balgarkan yana ham kattaroq yo'qmidi deb yozgan ekansiz-ya. Voy, hoji aka, bundan kattasini sizga topaman. Buni atrofiga tuproq to'ldirib chiqamiz. Buni ichiga tosh solinganining sababi suv oxirigacha yetib borishini ta'minlaydi. Biz bunga pomidor ekdik. Siz nima ekkan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Shu videomiz 50 mingta layk yig'sa, 3-qismini chiqaramiz. Polniy 100% suvda ishlaydigan gidroponika variantini chiqaramiz. Epa, professionallar tanlov.